alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Kuninglar xayrli, barakotli bo'lsin. Akalarimizni ehson niyat qilishgan ekan to'yga, Xudo xolisi. Mana shu qo'chqorni olib kelib so'ydik. Biz osib oldik, Xudo xolisini sifatiga baho berib qo'yasizlar. Alloh dargohida qabul qilsin. Jonivor yoyilib chiqdi. Go'shtlari bo'lib. Dumni ham sersa ekan o'zi. Inshaalloh Xudo xolisi qo'chqorlarni ichlarini olib maydalashga tayinlaymiz, Xudo xolisi. Ishkalat chiqdi. Sen bir qo't ol ko'zing. Yarni ko'rmadi senga. Kino bor. Qani tushga qani yana shuna qilib. Ko'rdingmi? Tushga. To'g'ri, endi to'ydan xudo qani xizmatlarimizga baho berib qo'yasizlar. Xudo xolisa kimga mana shunaqa sifatli qo'chqorlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolisa. Alloh barakasini bersin. Amin, amin. Yaxshi. Sog' salomat bo'linglar. Hojada duo qilib qo'ysangiz bo'ldi bu yog'iga endi. Videolarni tugatdik, xizmatlarni tugatdik. Inshaalloh xizmatlarni tugatib oldik. Xudo xolisa sifatiga baho berib qo'yasizlar. Do'da yoqdimi Xudo xolisa? Joni sog' bo'lsin. Vaqt qo'ysangiz bo'ldi. Biqinlari, qo'llari, to'qliklari, sonlar. Dumba oshga ekan, Xudo xolisa. Sho'rvalarga, mastalarga tayyor lahmlar qilib berildi. Terma go'sht qilib, mana dumba uyga. Tushlarini tuzlab qo'ydik. Ehsonlar o'shani tushidan yeyishadi.